Yuqori qand miqdorini nazorat qilmaslik, semizlik va dislipidemiya diabetik retinopatiya, ya'ni ko'z kasalligiga olib keladi. Yuqori qand miqdori to'r parda kapillarining endoteliy hujayralarini shikastlaydi va ko'z gavharida zararli moddalar to'playdi. Qand nazoratini yetarli emasligi mikroangiopatiyani kuchaytirib, bazal membrananing qalinlashtirishiga va to'r parda tiniqligini buzilishiga olib keladi. Bu jarayonlar ko'z qon tomirlari faoliyatini buzadi. Ko'pincha semizlik va qandli diabet xavfli bo'lib, u og'ir metabolik buzilishlar va tizimli yallig'lanishlar bilan o'tadi. Lipid almashuvi buzilishlari to'r parda lipid oksidantlar hosil bo'lishiga va makula shishiga olib keladi. Diabetik retinopatiya rivojlanishi tezlashtiriladi. Diabetli bemorlarda kompleks yondashuvi zarur qandni, xolesterinni va vazni nazorati qilish muhim hisoblanadi. Shuning uchun qandli diabet bor insonlar ko'z kasalligini oldini olish uchun oftalmolog ko'rigidan doim o'tib turish zarur. Sizda ham qandli diabet muammosi bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling.